Assalomu alaykum azizlarim. Afsuski bugun O'zbekiston terma jamoasi Portugaliyaga katta hisobda yutqizib qo'ydi. Ko'ngilda ozgina xijil qildi. Lekin quvonchli xabarlar ham bor. Inshaalloh mana bugun bitta omadli vatandoshimiz Bucks County, Pensilvaniyada Holland degan joyda o'zlari mana bu kondolarni olishga muvaffaq bo'lyaptilar. Bu juda ham prestijniy rayon. Shunday kirib yashashga tayyor qilingan. Ikkita xona, ikkita vannasi, basseynlari ham bor. HOV pullari ham oyiga juda ham kam va zo'r tomoni maktabi Council Rock, Pensilvaniya bo'yicha eng zo'r maktablardan biri. Tabriklaymiz. Uylar muborak bo'lsin. Katta rahmat. Yaxshi kunlarga ishlatdingizlar. Proses qanday bo'ldi? Proses juda ham oson va tez bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Sizga ham rahmat ishongan. Xizmatlaringizga rozi bo'linglar. Sizlarga ham katta rahmat. Xudo xolsa mana to'ylar bo'lsa albatta chaqiringizlar. Kelib xizmatda bo'lamiz. Bu arzimagan sovg'amizni olib qo'yasizlar, buni ham. Rahmat, shuncha sovg'a bo'ldi. Yetardi. Rahmat sizga ham. Katta rahmat. Azizlar, uy olishni hech qachon kutmanglar. Uyni sotib olgandan keyin narxi o'sishini kutinglar. Mana bu uyda ham aytaylik, bu opa turdi 2-3 yil keyin rentga berishga ham variant bo'lishi mumkin yoki sotib undan kattaroq uyni olsa ham bo'ladi. Musulmonchilik asta-asta kichkina bo'lsa ham tez o'zlaringiz uylaringizni olinglar. Bo'lmasa 20-30 yilda qolib ketasizlar. Ishlarga omad. Mana o'rtoqlar. Svetli oynalar, katta-katta zal, bu yerda dining bo'lyapti. Oshxonalari tayyor. Appliancelar ham yaxshi. Lekin bu yoqda ikkita xona dushi bilan. Bu yerda unitlari bor. Bu mana общий vannamiz. Bu yerda detskiy xonacha, klozeti bor, imomda. Uyda nima qilgan bo'lsa bo'ladi. Bilasizlar, tepalari yopilgan. Mahallaga 5 baho. Bu yerda storage bor. To'g'ri ketsak master bedroom. Bu katta ancha, master bedroom katta, oynalarning holati zo'r. Walk-in closet. Bu yoqda mana masterda o'zining vannasi. Ishlari mana akurat kafe qo'yilgan. Gap yo'q bo'lsin. Mani elim, ellatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga